Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 4-darsimiz uslubiy xatolar mavzusi. Uslubiy xatolar biz yaxshi bilamizki, aynan shu sertifikat davrimizda, sertifikatdagi matnlarda, testlarda ko'proq uslubiy xatolar topinglar deydi. Bizlar uslubiy xato deganda faqatgina so'zni noto'g'ri qo'llash yoki qo'shimcha noto'g'ri qo'llash kabi so'zlar izlaymiz, lekin shunday xato izlashga harakat qilamiz, boshqa xato qolib ketadi. Lekin uslubiy xato deganda bir necha bo'limlarga bo'ladi. Shularni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, birinchisi qo'shimchalar noo'rin qo'llash yoki noo'rin almashtirish bo'yicha. Bunga bizga beradi qo'shimchalar bo'yicha. Siz hozirda qayerga yashaysiz? Kelishuvlarda biz yaxshi bilamizki, Samarqandga yashayman. Da o'rin payt shakli bo'lganligi uchun ga yo'nalish kelish yo'nalish ma'nosini beradi. Gani o'rniga da o'rin payt kelish qo'llanishi kerak. Kelishga qo'shimchalarni noto'g'ri qo'llanish oqibatida uslubiy xatolar vujudga kelgan. Keyingisi qo'shimchani ortiqcha qo'llash bo'yicha. Ikkinchisi qo'shimchani ortiqcha qo'llash. Qo'shimchani ortiqcha qo'llash bo'yicha bizga savol tushadi. Donishmand chol mana shunday serma'noli so'zlar gapirdi yoki ham suhbatdoshlarimiz bizga juda yaxshi fikrlar berishdi. Ham suhbatdosh so'zi bor. Serma'noli. Biz yaxshi bilamiz, qo'shimchalarni ortiqcha qo'llash deganda bitta qo'shimcha ikkitadan ortiq yoki bitta ma'noni beradigan qo'shimcha ikki joyda ham qo'llanishi bu qo'shimcha ortiqcha qo'llash deyiladi. Dosh qo'shimchasi biz yaxshi bilamiz, ya'ni yondosh degan ma'noni beradi. Ya'ni shu fikrdosh, sinfdosh, yurtdosh kabi. Endi ham so'zini olamiz, ham qo'shimcha, alt qo'shimchani. Ham shu ma'noni beradi, ya ham suhbat, ya'ni birgalikda suhbat qiladigan kishisi ya ikki va undan ortiq kishini olishimiz mumkin. Ikki tarafda ham ikkita shaxsni bildirib kelyapti. Bunda ham ikkita ham. Lekin ham suhbatdosh. Bunda ma'no g'arazligi shunday bilishimiz mumkinki, suhbatdosh bo'ladi yoki ham suhbat bo'ladi. Lekin ikkalasi ham bo'lmaydi. Gapda noo'rin g'arazlik vujudga keladi. Shuning uchun bu qo'shimcha noto'g'ri qo'llash hisoblanadi, bu ham uslubiy xato kirib ketadi. Keyingisi serma'noli. Le qo'shimchasi biror belgiga egalik ma'nosini bildiradi. Ser so'zi ham sifat izohlovchi qo'shimcha bo'lganligi uchun belgiga me'yordan ortiq egaligini ma'nosini bildiradi. Bu ham ma'noli so'z. Ma'no asos, ma'noli. Qanday? Ma'noga ega bo'lgan so'z. Le'ni olib tashlasak, ser ma'no, ya'ni shu ma'noga ega bo'lgan ma'noni beradi bu ham. Ya'ni ikkalasida ham bitta ma'noni berib kelyapti, qo'shimcha ikkita qo'llagancha g'azlik vujudga keldi. Buni endi qo'shimcha ortiqcha qo'llash bo'yicha. Uchinchisi, bizga ma'lumki, qo'shimchalarni tushirib qoldirish. Ba'zi so'zlarimizda qo'shimchalarda tushirib qo'yamiz yoki talaffuzimizda yeb yuboramiz qo'shimchalarni. Shu oqibatda ham uslubiy xatolar vujudga kelishi mumkin. Biz kecha maktabda chiroyli gullar ekdik desak bo'ladi. Yuqoridagi gapda maktab so'zi qarashqanlovchi, bog'da so'zi esa qaralmish vazifasini bajargan. Bo'lib, qaratg'ich va qaramish o'rtasida boshqa so'z, chiroyli so'zi qaratish kelishigining belgisi qo'llanmasligi lozim. Bunda maktabning bog'ida degan so'z tushirib qoldirilgan. Masalan, qaranglar. Qo'shimchalarning tushib qolishi maktab bog'ida. Bunda maktab so'zida belgisiz qo'shimcha qo'llangan, ya'ni kelish qo'shimcha tushib qolgan. Bog'ida esa ma'lum. Endi belgiga egalik bildirish uchun birinchisi tobiy so'z, keyingisi hokim so'z bo'lishi kerak. Tobiy va hokim so'zdan birida egalik qo'shimchasi va kelish qo'shimcha tushib qoladi va bunda kelish qo'shimcha tushish deyiladi. Agar tushib qolsa, bu ma'no g'alazligini bildirib keladi. Masalan, maktabning chiroyli bog'ida gullar ekdik masalan. Bunda ma'no butun, haqiqatan maktabning bog'ida ekilganligi. Maktab chiroyli bog'ida hech qanday ma'no bog'lanmagan gapda mavjud emas. Maktab bog'ida ma'no tugallanmay qolgan bo'lishi mumkin. Demak, kelishlarni o'z vaqtida qo'llash va to'g'ri qo'llanishi mavzumizda yoki so'zimizda yanada tushunarli, tinglovchiga aniq ravon tushunishga yordam beradi. Keyingisi so'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolar quyidagi turlarga bo'linib ketadi. Demak, so'zni qo'llash bo'yicha ham
turli guruhlarga bo'lib olar ekanmiz. Bu asosiyda 3 ga bo'lsak, endi so'z qo'llash bo'yicha bir necha turga bo'lamiz. So'z qo'llash bo'yicha. So'z qo'llash bo'yicha ham uslubiy xatolar mavjud. Ya'ni bitta so'zimizni agar ma'no g'alizligini, masalan, paronim yoki sinonim yoki antonimlarda ishlatilib kelinmaydigan gapni o'rniga qo'llab kelsak, ma'no butunligi yo'qoladi va gapimizda uslubiy xatoni vujudga keltiradi. Birinchisi, ma'nodosh so'zlarni noo'rin qo'llash. Ya'ni ma'nodosh so'z biz yaxshi bilamiz sinonimlarda. Bunga olamiz. Bu qad qomati go'zal yigit hammani o'ziga qaratdi. Bu qad qomati go'zal yigit. Go'zal so'ziga yigit ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni bu go'zal so'zi muayyan bir jins vakillariga ishlatiladigan so'z bo'lganligi uchun yigit so'ziga bu tushmagan va uslubiy xatoni o'sha keltirgan. Masalan, go'zal yigit keldi yoki qad qomati go'zal yigit deb ishlatilmaydi. Buni ayollarimizga go'zal qiz, go'zal yor, go'zal ayol deb ishlatishimiz mumkin. Ya'ni muayyan bir jins vakillariga. Lekin buni go'zal so'zining o'rniga ko'rkam so'zini qo'ysak, bu qad qomati ko'rkam yigit hammani o'ziga qaratdi. Ko'rkam so'zida demak yigit so'ziga mos tushgan. Bu uslubiy xatolikni vujudga keltirishni oldini olgan. Ikkinchisi, paronimlarni almashtirish. Paronimlarni noto'g'ri qo'llash bo'yicha. Paronim biz yaxshi bilamiz, nutq talaffuzda bitta tovush yoki bitta tutuq belgisi va ohang yordam o'zgaradigan tovushlar tizimiga paronimlar deyiladi. Olishimiz mumkin. O'g'illarim, aka-ukalar doim ahil bo'lsa, ya'ni farzandlar ahil bo'lsa, hamma oila tinch bo'ladi deydi masalan. Farzandlar ahil bo'lsa, oila tinch bo'ladi. Ahil so'zini olamiz. Ahil so'zi bu yerda ikki ma'noda ishlatilib kelyapti. Ahil so'zining paronimligi bormi? Ahil bor. Ahil bor. Birinchisi, ahil so'zi nufuz ma'nosini beradi. Ikkinchisida inoq ma'nosini beradi. G'amxo'r. Endi qarang. Ahil so'zimiz ikki ma'noda beryapti. Ahil, ya'ni e harfi bo'lmagani nufuz ma'nosini, e harfi bo'lgani esa inoq, g'amxo'r ma'nosini berib kelyapti. Bu so'zda qo'llangan gapimizda farzandlar ahil bo'lsa, oila tinch bo'ladi. Tarjimasiga qarasak, farzandlar deyapti, nufuzli bo'lsa, oila tinch bo'ladi. Farzand nufuzli bo'lsa emas, farzandlar bir-biriga g'amxo'r bo'lsa yoki inoq bo'lsa, oila tinch bo'ladi. Demak, bitta tovush orqali farq qilgan paronimimizni noto'g'ri qo'llanganligi sababli so'zimizda yoki gapimizda uslubiy xatolik, ya'ni paronimlar bilan bog'liq uslubiy xatolik vujudga keltirib kelyapti. Ba'zi o'quvchilarimiz shuni farqiga borishmasdan faqat so'zni noto'g'ri qo'llash deb noto'g'ri so'zlarni olib ketishadi. Bu ikkinchisi edi. Uchinchisi, so'zni ortiqcha qo'llash bo'yicha.
So'zni ortiqcha qo'llash. Boya o'tib ketganimda qo'shimchalarni ortiqcha qo'llash bo'yicha tushuntirgan edim. Endi so'zni ortiqcha qo'llash. Ya'ni bunda nima deyilgan? Choyxonada 5-6 ta keksa chol suhbatlashib o'tirar edi. Ko'cha yoki ko'chada bir nechta keksa chollar keksa chollarga salom berdim. Gapni beryapti. Uslubiy xatoni toping deyapti. Qanday topamiz bizlar? Bu yerda uslubiy xato yo'q deymiz o'z-o'zimizdan. Lekin so'zni ortiqcha qo'llash deyapti. Keksa qanaqa ma'no beradi? Ya'ni nuroniy, yoshi katta inson keksa deyishimiz mumkin. Chol so'zichi? Chol so'zi ham shu yoshi katta, nuroniy bir mo'ysafid ma'nosini beradi. Ya'ni biz tilimizda bor, masalan, o'z terminlarimizda ko'p ishlatib kelamiz, bir xil so'zlarni to'g'ri qo'llana olmaslik. Keksa ma'nosi ham bitta qari inson bilan beradi, chol ma'nosi ham bitta qari insonni beradi. Xuddi chol, keksa salom berdim degandek qolyapti. Bunda so'zlarni ortiqcha qo'llaganligi uchun so'zni ortiqcha qo'llash bo'yicha uslubiy xatolikka kiradi. Ya'ni bitta ma'noni beradigan so'zni 2 marta sinonimlar qo'llanishi bu so'zni uslubiy xatolik so'zlarda uslubiy xatoga yuzaga keltirishga ko'maklashib ketar ekan va bizning xatoyimizga sababchi bo'ladi. Keyingisi so'zni ma'nolarining nomuvofiqligi. Ya'ni so'zning ma'nolari bir-biriga tushmasligi. Ya'ni yaxshi narsani aytib turib, birdan tomga tara tushganda yomon ma'no aytib yuborish masalan, yaxshining o'rnida. Shuni bo'lishimiz mumkin. Bunda ota urushga ketgan o'g'ilni umr bo'yi mushfiqlik bilan kutdi. Yoki dalada traktor g'izillab yurib ketdi. Dalada traktor g'izillab yurib ketdi. Endi so'zning nomuvofiqligi deyapmiz. Dalada traktor g'izillab so'zi bu uslubiy xato yuzaga kelgan. Traktor biz yaxshi bilamiz, g'izillab tez yurmaydi u. Ya'ni uning ot kuchi kamida 12 ot kuchiga ega. U boshqa masalan mashinalarimiz, yengil avtomobillarimiz ot kuchi kamida 40, 50, 60 ot kuchiga ega bo'ladi. Demak, 12 ot kuchlik avtomashina yoki shu traktor bu g'izillab yurish qobiliyatiga ega emas. Ya'ni toshbaqa yugurib ketdi, soatiga 2 km tezlikda yugurdi desak bo'ladi masalan. U mutlaqo noto'g'ri. Yoki quyon 2 km tezlikda yugurdi desak, u to'g'ri tushishi mumkin. Ya'ni bunda g'izillab so'zi uslubiy xato, ya'ni traktorning quvvati 12 ot kuchiga ega bo'lganligi uchun uni olamiz. 12 yoki 7 ot kuchi ham bo'lishi mumkin bu. Chunki traktorga g'izillab so'zi noto'g'ri qo'llangan. Keyingisi berib keladi bizga so'zlarning mantiqiy nomuvofiqligi. Ya'ni so'zni tushunamiz, lekin mantiqan shu so'zlarimiz bir-biriga ma'nosiga mos tushmasligini. Bunga misol keltirishimiz mumkin. U nafaqat ketdan, balki akuladan ham katta. O nafaqat ketdan, balki akuladan ham katta. Ket bilan akula so'zimiz bu ma'nosi mantiqan to'g'ri kelmagan. Chunki ket so'zimiz bor. Ket demak eng o'sha baliq turida kiradiganlar hammasi kattasi ket hisoblanadi. Akula esa undan kichkina bo'ladi. Lekin bunda aytayaptiki, u nafaqat ketdan, balki akuladan, ya'ni ketdan akula katta degan ma'no berib keladi. Lekin bu gap teskari qo'llanishi kerak. Ya'ni u nafaqat akuladan, balki ketdan ham kattaligini bildirishimiz mumkin. Bunda so'zning mantiqiy ma'nolari noto'g'ri qo'llanganini bilishimiz mumkin. Shuning bilan sizlarga o'tgan darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.